Assalomu alaykum hurmatli va aziz teletomoshabinlar, qadrli bizni kanalimizni kuzatuvchilari va bizni aziz muxlislarimiz. Biz bundan bir necha yillar avval aynan mana shu Xayrullojonda Kulollik maktabi haqida sizga ma'lumotlar bergandik va bu yerdan bir chiroyli ko'rsatuvlar tayyorlab efirga uzatilgan edi. Mana oradan bir necha yillar o'tgandan keyin bu mo'jazgina bir ustaxona, mo'jazgina bir joyda yana katta o'zgarishlar, yana katta yutuqlar, ayniqsa o'sha Xayrullojonning chap ko'kraklarini to'ldirib turgan bir shoda medallarni guvohi bo'lib juda ham xursand bo'lyapmiz. Xayrullobek, avvalambor mana shu bugungi kundagi mana shu erishayotgan yutuqlaringiz xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin. Yana shu o'rinda biz bilgan, bilmagan va o'sha siz erishayotgan yutuqlarni mana shu muxlislarimizga o'rtoqlashish uchun yoningizga tashrif buyurdik, sizni bezovta qildik to'g'rirog'i. Mana shu kulolchilik kichkinagina bir maktabingizda qilinayotgan ishlar va yangiliklar bilan yaqindan o'sha muxlislarni bir o'zingiz tanishtirib o'tsangiz. Nimalar qilindi, nimalarga erishildi? Mana hozir mana ko'ryapman bu yerda o'sha vaqtda biz ko'rmagan bir yangiliklarni yaratgansiz. O'sha sizni oltin qo'llaringiz orqali mana bir chiroyli narsalar vujudga kelibdi, chiroyli narsalar yasalibdi. Shularni bir o'zingiz chiroyli qilib tushuntirib, chiroyli qilib havola etib bersangiz yaxshi bo'lardi. Marhamat. Assalomu alaykum, olimlar. Hozirgi kunda ya'ni bu yutuqlar, bu natijalarga erishish, bu o'zgarishni mehnat talab qiladi. Chunki odam doimo tirikki o'zlanishda bo'ladi, harakatda. Bu yangiliklarimiz ham o'sha izlanishlarimiz natijasi, ya'ni bu bezaklarga aynan biz o'zimizning milliy matolarga urg'u berganmiz, ya'ni o'sha kashtadan naqshlar hamda turli xil bezaklar, o'zimizning milliy bezaklarda iloji boricha o'sha sopol buyumlarga tushirishga harakat qilganmiz. Hozirgi kunda yutuqlarimiz, ya'ni yangiliklarimiz deganda bu qandillar, ya'ni tungi chiroqlarimiz bor. U o'zida shu ekologik toza havoni tozalab beradi, ya'ni tabiiy tozalab berish xususiyatiga ega desak ham bo'ladi. Marhamat, ham shularni bir ko'rsak, ha? Bu qandilimiz, ya'ni buni o'ziga yarasha ixchamligi hamda maydaligi hamda atrofida shu o'ziga yarasha bezak berilgan, ya'ni daraxt hamda undagi barglar, undagi o'ziga yarasha o'yiq joylari bu havoni aylantirish uchun qo'yilgan. Ya'ni havo sirkulyatsiya bo'ladi, ya'ni aylanadi. Chunki sopol qiziydi, bu sopol ichiga turgan lampochka qizishi natijasi sopol ham qiziydi. Shu sopol qizigandan keyin ichida havo aylanish sodir bo'ladi. Ya'ni issiq havo tepaga ko'tariladi, sovuq havo pastdan aylanib turaveradi. Ana shu natijasi sopol suvni tozalagani kabi havoni ham tozalab chiqarib beraveradi. Keyin o'zimizda yasalgan mayda favvorachalarimiz ham bor. Ular hozirda ko'rgazmaga qo'yilgan. U ixchamlashtirilgan, ya'ni ular juda katta quvvat talab qilmaydi. O'ziga yarasha maydagina shu quvvatlagich bilan ham ishlaydigan jarayonda olib kelganman. Uni o'ziga tushadigan suv aylantirgich nasoschalari hammasi bilan joylashtirib qo'yganmiz. Ya'ni hozirgi kunda bizda shu suvenir sovg'a uchun mo'ljallangan vazalarimiz bor. Vazalarimiz bor. Asosan eng meni e'tiborimni tortgani bu Surxondaryo viloyati Cherovot tumanida Jarqo'tan yodgorligida topilgan sopol buyumlaridan o'ziga yarasha namunalar yasaganman. Andoz olgansiz-da shundan, ha? Ha, o'shandan namuna olib yasaganligim, o'sha vaqtdagi bejirimlik hozirgi kunda juda murakkab. O'sha vaqtda yasalgan jarayon bilan hozirgi vaqtda yasalgan jarayonda orasida ancha farq bor. Chunki o'sha vaqtdagi yasalgan, agar muzeyga borgan bo'lsangiz, o'sha yasalgan buyumlarga e'tibor bersangiz, shu darajada nozik yasalganki, insonni hayratga qoldirishi tabiiy. Chunki o'sha vaqtdagi rivojlanish, o'sha vaqtdagi kulollarning yetuklik davri, ya'ni bizdan agar hisoblaydigan bo'lsak 6000
6000 yil avval desak ham bo'ladi. Chunki o'sha vaqtda Zardushtiylik olovga sig'inish rivojlangan davrga to'g'ri keladi. Mana bularimiz ham sopol sovg'a uchun mo'ljallangan. Ya'ni bunisiga bezak berilgandan keyin yana olovda bir pishirib olamiz. Bunga xohlagan bezak berishimiz mumkin. Chunki bu tabiiy. Olovda o'zi bo'yog'i bor, oqarib chiqadi. Shu bo'yoqda bo'yab chiqqanimiz mana bularimiz esa sopol ko'za sho'rva. Ya'ni ko'za duxovkaga solgandan keyin o'zi 2 soat ichida sho'rva tayyor bo'ladi. Hamma masalalarini solgandan keyin 2 soat duxovkaga tursa, bemalol tayyor sho'rva olish mumkin. 2 soat ichida, ya'ni bu qopqog'i yopilgan holatda tursa, ispareniya bo'lish, ya'ni bu parlanib ketish jarayoni juda kam bo'ladi. Hamma u suvi ham, hamma narsa o'zida saqlanib qoladi. Xushtakchalarimiz bor. Ya'ni bu yosh bolalarni qiziqtiradigan. Bu xushtakchalarimizning foydali xususiyati bolalar chalganda o'pkadagi havoni, ya'ni nafas olish jarayonini yaxshilaydi. Chunki inson yugurganda to'liq nafas olish mumkin, yurganda to'liq nafas ola olmaydi. Keyin xushtak chalganda bor ovozi bilan shu bor ichkaridagi nafas chiqadi, tashqari ketadi. Bular ham o'zimizning yasagan mahsulotimiz. Ya'ni oddiy loydan ovoz chiqarish bu o'ziga yarasha murakkab jarayonda oladi, chunki agar noaniq ketsa ovoz chiqmay qoladi. Endi mana bu tomondagi haykalchalarda biz ko'ryapmiz-da, o'sha jarayonlarda. Mana bu ham biz uchun yangilik. Mana otaxonlarning nimasi, bu ham o'sha davrni aks ettiradigan bir simolar desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zingiz bir tushuntirib o'tsangiz bularni ham. Bu qandaydir o'xshatmalarmi yoki shunchaki milliylikni aks ettiruvchi haykallarmi? Har bir viloyatda o'zining mentalitetidan kelib chiqqan holda haykali mavjud. Ya'ni mana bu haykalimiz, bu baxshi. Ya'ni bu Surxondaryo, Qashqadaryoda rivojlangan baxshilik. Asosida yasalgan baxshi bo'lgan. Bu hali bezak berilmagan, bu ham bezak bergandan keyin o'ta go'zal bo'lib chiqadi. Mana bular esa cho'l kampir, bu ham o'zimizda shu hech qayerda takrorlanmaydigan, ya'ni o'zimizda shu yasalgan haykalchalar. Ya'ni o'zimizda voha qiyofasi, non ushlab turgan ayol, qovun ushlab turgan bo'g'a, do'ppi tikayotgan bo'g'a. Non ushlab turgan bo'g'ani bo'yalgan holati, ya'ni milliy. Hali bular endi jarayon, bu bo'yalmagan holatdan mana bo'yalgan holatiga o'tib, keyin tayyor holati mana bunaqa shaklda bo'ladi. Mana bu urchiq yigilayotgan bo'ma, chunki o'zimizning Surxondaryoda vaqtida urchiq qo'yilmagan. Surxondaryoda eslayman, oldin momam ham urchiq yigirar edilar, ya'ni paxtadan yo jundan urchiq yigirib ipga aylantirilardi, gilam to'qilardi. Ip tayyorlaydigan holati. Bir qo'lda urchiq turadi, bir qo'lda ya'ni paxta jun turardi. Bu o'sha holat yasalgan. Mana bu daraxt, demak bu ham o'sha aytganingizdek yoritgich vazifasini bajaradi. Bu daraxt oddiy sovg'a uchun mo'ljallangan. Buni ichiga qo'yilmaydi hech narsa. Ruchka qalam qo'yiladigan. Ruchka qalam qo'yiladigan nimasi. Yaxshi. Mana bu karvonlar nimasi? Karvon, tuyalar, ustidan xum, ko'za ortib ketayotgan tuyalar. Yaxshi. Yana qaysi yangiliklarni ayta olamiz? Mana siz boya aytib o'tdingiz, bu borada o'sha deputatlikka ham nomzodingiz ko'rsatilibdi. Bundan eshitib xursand bo'ldik. Bu jarayon qanday kechdi?
deputatlik bu kutilmagan holatda bo'ldi. Ya'ni chunki 2009-yil nomzodimni qo'ydim. Bundan keyin har yil orada bir qiziqib hech vaqt bo'lmagandan keyin bu yil ham taklif kiritishdi, nomzodingni qo'yilish, nomzodni qo'ydim. Keyin shu nasib qilgan ekanda, O insonni peshonasiga yozilgan deydi-ku, qaysi vaqt bo'lishi kerak bo'lsa, ana o'sha vaqtda bo'ladi. U men yugurgan bilan, chopgan bilan u o'sha vaqt buyurmagan bo'lsa bo'lmaydi deydi. Jasorat medali nasib qildi, ya'ni universitetda 2-kurslik 2002-yil 2021-yil nasib qildi. 2021-yil shu jasorat medali bilan 30 yillik izma-iz bo'lib qoldi. Tabriklaymiz. Deputatlik o'tgan yili nasib qildi desam ham bo'ladi. Ya'ni shu xalq ishonch bildirib saylashlari natijasida shu o'tib ketdik. Xayrullajon, asosan mana kulolni masalan qo'llari bir chiroyli mo'jizalar yaratadi-da. Mana shu san'at asarlarini yaratishda mana hozir qiziqadigan bolalarimizga, o'sha ijodkorlarga bir nima maslahatlar bergan bo'lardingiz ustoz sifatida? Ustoz sifatida hozir o'zim ham Termiz shahridagi Prezident maktabida ishlab kelmoqdaman. Ya'ni shu kulolchilik to'garagi o'qituvchisi. Bolalardan sabr so'rayman. Chunki ular sabrli bo'lsagina yutuqlarga erishadi. Agar ichi tor bo'lsa, u loyga ishlov berish jarayoni bor, kulolchilik dasgohida ishlash jarayoni bor. U ichi tor odam, sabrsiz odam u chidolmaydi u narsaga. Agar sabrli bo'lsa, ichi keng bo'lsa, bemalol o'tirib kulolchilik dasgohida ishlash mumkin. Chunki bu ham o'ziga yarasha jarayon talab qiladi. Bolalar Prezident maktabidagi bolalar qiziqadi. Qiziqqanligi sababli ularga intilish bor. Qiziqish juda katta. Hozirgi kunda o'zim yangilik kiritishimning asosiy negizi, ya'ni shu olayotgan joyim o'zimizning Termiz arxeologiya muzeyi. Chunki naryoqda ham restavrator sifatida lavozimda ishga kirganman. Ilmiy xodim. O'sha yerda ko'p qadimgi yasalgan kulolchilik mahsulotlarini ko'rib, ya'ni sopol buyumlarni ko'rib, o'shalarni mayda-mayda shaklini o'zimizda yasab chiqarishga harakat qilmoqdaman. Chunki bizda yangilik olish uchun eng avvalo qadimgi yasalgan sopol buyumlarga e'tibor berish kerak deydi-ku. Ana o'shanga qadimgi sopol buyumlarni ko'rib, o'shadan yangilik olsa bo'ladi. Bir-birini takrorlamaydigan holda yangilik yaratish mumkin. Rahmat. Bu kulolchilik dasgohida ayniqsa loyda markazga qo'yish katta ahamiyatga ega. Chunki loyda o'rtaga ushlaganda loy aylanishi yaxshi bo'ladi. Ya'ni mahsulot yasash juda qulay bo'ladi. Agar loyimiz o'rtaga turmay o'ynasa, bu maqsadsiz qo'yilgan loy bo'ladi. Demak, o'sha markazni tanlab topib qo'yish ham o'sha asosan o'sha kulolchilikda eng bir uddaburonlik va ustalik namunasi ekanda. Shunaqa. Chunki talab shunaqada. O'zim shogirdlarimga ham aytaman, bo'lmasa loyni o'rtaga qo'yib beraman. Shu Prezident maktabidagi 5-6-7 sinf bolalar kelishadi. O'rtaga qo'yib beraman, shundagina ular ham o'zlari bemalol piyola yo kosa yo ko'zacha yasashadi. Agar qo'ya olmasa, undan hech narsa chiqmaydi. Chunki u harakat behuda ketadi.
loyda bir bo'lak loydan bemalol 5-6 ta mahsulot chiqib olish imkoniyati bor. Ha. Asosan mana shu tagida aylantirib turganingiz asosiy vazifani bajaradi-da, demak, a? Ha, u eng keraklisi shu. Ya'ni o'zini og'irligi bilan bizga kerakli jarayonni berib turadi. Hozir aylantirib qo'ygandan keyin bemalol ishlash mumkin. Ozgina aylantirib, ozgina turtki bersa, bu o'zi aylanib turaveradi. Chunki bu og'ir bo'lishi kerak. Beton qo'yilgan, bu og'ir bo'lganligi sababli Taxminan necha kilogramm bo'lishi kerak shu og'irligidagi toshning og'irligi pastida? uni endi hech o'lchaganim yo'q. Lekin og'irroq bo'lishi kerak baribir. Qancha og'ir bo'lsa, Shuncha ko'p aylanadi. ko'p aylanadi. Ya'ni o'ta og'iri Aylana olmay qolishi mumkin. Ha, chunki pastaki podshipnikka sal nagruska tushgandan keyin qotib qolish ehtimoli bor. 50 kilo, 60 kilo vazn bo'lsa, og'irligi ana o'shanda bir aylanganda pastaki podshipnikka ham nagruska bo'lmaydi, og'irlik tushmaydi. Ya'ni aylantirganda inson ham charchatmaydi. Bemalol. Bemalol aylantirish. Buni og'irligi hozir bor bo'lsa shu 35-40 kilo yo 50 kilo bor taxminan. Toshning og'irligi. Shuni natijasida aylanib turibdi. Aylanib turganligi uchun ham menga hozir Yengillik bo'lyapti, ha. ishlash imkoniyatini yaratib beryapti. Hozir bu nima yasalyapti, xudo xolasa endi? Bu suv soladigan Ko'za, ha? ko'zani mayda shakli yasalyapti. Salatasi tayyor bo'lyapti-da. Xudo xolasa. Agar bu labini sal kengaytiradigan bo'lsak, bu vazaga aylanib ketadi. Ya'ni guldonga. Bunga ko'p imkoniyati cheklangan yigitlarni ham taklif qilganman. Ya'ni shu hunarni o'rganing deb. Chunki bu asosan qo'lni his qilish natijasida ishlash imkoniyatini beradi. O'sha qo'l mehnatiga o'rganishni bir nimasida bu. Ko'z ko'rmagan taqdirda ham qo'l bilan his qilib ishlasa bo'ladi. Buni qalin yuqaligini, tuzilishini Salatasi tayyor. Tayyor bo'ldi. tayyor bo'ldi. Demak, bu tagidagi loy qanday bundan ajralib chiqishini o'zingiz kesasizda nimada? O'zim kesib oldim, ajratib oldim. Shuning natijasida tagidagi loydan yana boshqa narsa yasashingiz mumkin. boshqa shakl yasashimiz mumkin bo'ladi. Boshqacha ko'rinishdagi vazani yasaymiz. Oyoqlarni aylantirilsa bo'lar ekan-da. Bunga nisbatan kattaroq shakl yasayman. Chunki bu loyda imkoniyati cheksiz.
Qayerga bursangiz shu yerga ketaveradi hamda turli xil shakl yasashingiz mumkin. U loyga ishlov berishga ham bog'liq. Ya'ni agar loyga yaxshi ishlov bersa, bemalol loydan foydalansa bo'ladi. Agar yaxshi ishlov berilmasa, u loydan kerakli natija olish qiyin bo'ladi. Misol uchun farzandga ham boshidan bilim berib kelsangiz, uning natijasi yaxshi bo'ladi. Agar bolani o'z holiga qo'ysangiz, unga bilim olishi bilan qiziqmasangiz, kelajakda natija bo'lmaydi. Loy ham xuddi shunaqa. Demak, o'sha mana shu loydan yaratiladigan narsa albatta o'sha mehr talab qiladi-da, baribir qaysidir ma'noda. Demak, bu ko'zi ojiz insonlar uchun eng qulay mehnat turi hisoblanadi-da, Xayruljon, to'g'rimi? Shunaqa. Chunki ishlayman degan kunti bor odam, ya'ni ko'zi undan ko'rmaydigan odamda men shunaqa narsani ko'rganman, ularda barmog'ida his qilish qobiliyati kuchli bo'ladi. Ya'ni barmog'ida loyda qalin yuqaligini oddiy misol qilib aytganda, musobaqaga o'zim ham shu jamiyatdan tashkil etilgan musobaqaga qatnashgan vaqtim dukkakli o'simliklarni saralash musobaqasi qo'yildi-da bizda. Endi biz qisman bo'lsa ham ko'ramiz. Shunaqangi yigitlarimiz bor edi, ko'z umuman ko'rmaydi, lekin dukkakli o'simlikda dukkakli donni har birini joy-joyiga ajratib qo'yishgan edi. Ya'ni o'sha barmoq sezgisi orqali. Loyda ham barmoq sezgisi juda katta ahamiyatga ega. Qanchalik o'sha barmoq sezgisi kuchli bo'lsa, shuncha san'at asari nafis chiqadi-da. Shunaqa. Chunki qalin yuqaligini barmoq his qiladi-da. Masalan, hozir loyda tagrog'i sal qalin bo'lgani, ustki qavat yuqa bo'lgan. Ana shuni ko'tarish uchun o'sha yuqalikni buzib o'rmasdan men yuqoridan yana o'sha loyda kerakli miqdorda tepaga qaratib olib chiqaman. Bu loylar qayerdan olib kelasiz? Tuprog'i qayerdan olasiz asosan? Shu bu Termiz, Surxondaryo tuproqlarimi yoki alohida tuproqlar olib kelinadimi qayerdan? O'zimizda Termiz tumanida bor. Qizil tuproqlar Sherobod tumanida bor. Sherobod tumanini adirlik joylarida ham bor. Madani tuproq deyiladi u. Bentamid deyiladi u. O'zini asl nomi. Biz uchun gil tuproq. Ya'ni yashil gil tuproq. U juda kuchli tuproq hisoblanadi. Bu o'sha gulbota deyiladi, shularga yaqin tuproqmi bular yoki u boshqa tuproqmi? U boshqa. U rang uchun mo'ljallangan. Bular esa yasash uchun mo'ljallangan. U yashil tuproq olib kelgandan keyin biz unga yana qo'shimcha qizil tuproq aralashtirib elaymiz. Ya'ni elib olib birlashtirganimizdan keyin bizga kerakli tuproq hosil bo'ladi. Agar biz o'zini ishlatsak, u shirasi juda kuchli bo'lganligi sababli oddiy qizil tuproqqa nisbatan sifatli chiqmay qolishi mumkin. Yo'q, o'ta sifatli chiqadi-yu, uni biz quritish jarayonini agar to'g'ri topolmasak, yorilishi mumkin. Bu juda ham nozik e'tiborni talab qiladi. Bu qizil tuproq aralashtirganimizdan keyin uni soya joyga quritib, bemalol quyoshga chiqarib quritishimiz mumkin. Bunga demak qo'shimcha o'sha tuproqqa yana qo'shimcha nimalar qo'shiladi shunda? Lug' qo'shamiz, ya'ni qamish. Qamishning to'zg'oq qavati qismini qo'shamiz. Eng yuqorida to'zib ketadigan qismi bor. O'shani qo'shib tayyorlaymiz. Bu ayniqsa katta-katta ko'za, katta-katta xumlarga qo'shiladi. Ko'proq, ha? Chunki ular o'sha katta-katta vazalarda, ko'zalarda gavdasini ushlab turish uchun juda katta yordam beradi. Agar uni qo'shmasak, u loy o'zi tika turishi qiyin bo'ladi. Demak, mana ikkinchi san'at asari paydo bo'ldi. Rahmat, qo'lingizlar ko'rmasin. Bunisini ham yasab tashlang.
Yo'q. Shunday yasasangiz. Nasıl qilingan tashlang. Bo'ldi. Chunki qolgan tuproq Ha. Qolmasin. mana chartga ishlaydigan ikkinchi qizim hozir anavda ishlayapti, reklamada ishlayapti. Ha. Men loyni qoldirib ketsam, u yasar edi. Hozir ishga Bu yo'q. bo'lganligi uchun qolib qotib ketadi. To'g'ri. Yasang. Yasang. Gap davom etadi, so'ramiz. Luftdan biz yordam qilamiz sizga. Lux nima u? Luft onaday qamishdan ona bo'ladi, luftdan tuz ketadi-ku, mana Ha. quloqlarga. O'sha narsa. Parga o'xshagan narsa. Parga o'xshab mana shamollarda to'sib yuradi-ku. Yaxshi qurib mana bo'lgandan keyin. Uni pashshani qochiradi. Mana pashshani ham qochirsa. Ha, tutatsa qochiradi. Pashsha qochiradi. Men ustaxonaga o'tirib ishlatgan vaqtim endi kechroq edi. Pashshalar bezovta qilaverdi, choqaverdi. Oxiri keyin o'shani ko'proq tutasa kerak deb titib tashladim-da, yondirdim. Xuddi benzinda yonib ketdi. Yo'q. Shunday yonadi, bizillar. Men tutaydi deb o'ylagan edim. U tutamasdan birdan yonib ketdi. Uni bir joyda mana qo'ysa tutaydi. Mana o'zida turgan. O'zida turgan holatda. O'zida turgan holatda. Bizni kechga chiqib cho'qadigan Bambuk deydi-da o'shani. Bambuk, ha. O'sha bambuk. Bambuk. Bambuk deydi, o'sha tutatib qo'ysa, pashshalar qochadigan bambuk demak aralashtirar ekan. Bu kichkinalarga ham aralashtiradimi shunda loyga? kichkinasiga Shuncha aralashtirsak, shart emas, ha? u dag'al bo'lib qoladi. Ha, kattalariga asosan, ha? Kattaga aralashtiramiz chunki kichkinalarni ko'ramiz, devori juda yuqa-ku. Ha. Ana shu natijasida o'sha chiqib keladi, keyin dag'al bo'lib qoladi. Katta ko'zalarimizni devori qalin bo'lganligi uchun ular dag'allikni sezdirmaydi, yo'q bo'ladi. Bunga faqat demak o'sha rang beruvchi turpoq bilan o'sha aytgan tuprog'ingiz ikki xil turpoqdan hosil bo'lar ekanda bu faqat. Shunda kley qo'shilmaydi bunga. Yo'q, qo'shmaymiz kley. Chunki loyimizda o'zi sifatli loy. Keyin bu olovda bir necha soat turadi bu quritish jarayonida yoki oddiy issiq joyda ham quritsa bo'ladimi bir necha kunda? Quyoshda issig'ida quritib olamiz, bilasiz, Termiz shahri. Ha, issiq. juda issiq. Bu quyoshga qo'yganimizdan keyin o'sha quyosh tushib turgan vaqt buni oddiy qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. O'sha qizib ketadi. O'sha issiqqa qo'yilsa bo'laverar ekanda, chidamliligi yana ham ortadi. Qurib ichidagi bor nami chiqib ketadi. Agar namini chiqarmasdan buni xumdonga teradigan bo'lsak, yorilib ketishi mahsulotni mumkin. butun ola olmaymiz, chunki o'zim guvoh bo'lganman, titilib ketadi. Qavat bo'lib shunaqangi titiladi, uni hatto kreylab ham butun qo'la olmaysizda. 850 daraja issiq bo'lgandan keyin uni ichida havo qolmaydi. Bu sopol ichidagi nam bo'lsa, o'sha vaqtda ispareniya, ya'ni suv qochish holatiga kelgandan keyin u parlanadi. Parlanish natijasida sopolni mayda-mayda bo'laklarga bo'lib chiqib ketadi. Agar havo qolgan taqdirda ham xumdonda ichida issiqlik kuchaysa, o'sha havo sopolni ichidan chiqib ketish natijasida sopolni yorib chiqib ketadi. Shuning uchun quyoshda quritamiz buni yaxshilab. Quyoshda quritganimizda Bir necha kun turadi demak, ha? 2-3 kunlab turadi. Eng jazirama issiqda ham turib, qurib olgandan keyin kraska ishlovlari beriladimi? Bo'yoqlar? Kraska ishlovini bir marta pishirib olganimizdan keyin beramiz. Chunki 2 marta pishiriladi bular. Bir marta pishirilgandan keyin bu to'liq kraskani o'ziga oladigan holatga kelib qoladi. Kraskani o'ziga oladigan holatga kelgandan keyin biz kraska berib olamiz. Keyin ustidan sir qorishmasi bor. Ana kimyoviy yo'lda tayyorlangan sir deydi. Ana o'sha sir qorishmasiga botirib, yana 850 daraja issiqlikka pishirib olamiz. Ana shundagina yaltillab chiqadi. Yana quyoshga qo'yib qo'yiladi quritish uchun ham? Yo'q, shu bir marta quritsak bo'ladi. Keyin bir marta pishirib olamiz. O'sha natijasida keyin pishib chiqqandan keyin bemalol rang berib, qayta pishirsak bo'laveradi. Qayta quyoshga qo'yib qo'yiladi-da, ha?
yoki u alohida pechda Pechda. pechdami? Pechda quritib olamiz. Ha. Ikkinchi, Mana uchinchi. uchinchi asar paydo bo'ldi. Rahmat, baraka toping. Bir bo'lak loydan shuncha narsa, ya'ni bir parcha loydan 3 ta narsa mana. 3 ta narsa. Yashang.